Assalomu alaykum sizlar bilan oltinga raqamlar. Birinchi MU'da o'yini Manchester United o'yini Sirkopda. Shunaqa o'ynayapman qo'yamanda rostdan shunaqa o'yin bo'ladimi rostdan? Kelishilmagan holatda deyapman, ya'ni rostdan kelishilmagan holatda shu o'yin bo'ldimi rostdan? Chunki 2-0, 2-2 keyin ekstrada yana 4-2 4-2 keyin 5-4 Sirk emasmi bu ish qilib deyapman. Bu o'yin asr o'yini bo'lsa kerak, yil o'yini bo'lsa kerak, asr bo'lmasa ham yil o'yini bo'lsa kerak bu o'yin bilan. 9 ta gol bilanmiz. Yo'q, 9 ta emas, 7 ta. 9 ta, 5-4 o'ynaganmiz o'yin. 9 ta o'yin, bitta o'yinda 9 ta gol. Даже bitta turda 9 ta gol bo'lmayapti-ku, Chempionlar Ligasida. Yevropa Ligasida. Chempionlar Ligasida bo'lib safar ham Barsa bilan PSG. O'tgan hafta 9 ta gol urdim, eslamayapman. Birinchi o'yinda javob uchrashuvdan oldin. Monda lekin chekilinib ketibdi 9 ta gol. Bunday comeback 2-0 yutayotgan ekan Manchester United. Keyin Lyon 2 tur qilibdi. 2-2 qilibdi. Keyin ekstrada 2 ta urib Lyon 2 qilgan, biling. Bu highlightini ko'rib qo'yinglar, bir highlightini ko'rish kerak ekan o'yinda. Jinnili o'yin emas bu, jinnili o'rtoqlar. O'yinchi bo'lmadi lekin Kristal ozgina qiynalyapti jackpot berishga. O'ylanyapti nimagadir. Maguire pulini bitta oqlab beribdi desa ham bo'ladi. Chunki endi ekstra endi penalti seriyasi lotereyada baribir 50-50 vaziyat. 100 bo'yicha ehtimoli bor edi baribir. 120 plus 1 da uribdi o'zi ham. Maguire pulini oqlab beribdi lekin bittada. Chelsea bilan Barselona o'ynagan desimda ko'rgan bo'lsa kerak ko'pchilik futbol muxlislari. Men o'sha o'yinda Chelsea muxlis bo'lganim uchun jonli ko'rganman. Ya'ni Barsa qamab qo'ygan, to'g'ri tan olaman. Shu o'yin bermagan Chelsea umuman. Qarab chizada o'rtada chizadan bu yoqqa o'tmagan to'p. Faqat Barsa hujumga Chelsea himoyani olgan. Oxir Torres borib bitta urib qo'ygan bo'ldi. Shu bilan Chelsea keyingi bosqichga chiqib ketgan. O'sha o'yin men uchun Chelseaning eng chiroyli o'yinlaridan bittasi. Chunki Barsaning eng pik payti edi o'sha. O'sha payt Barsani gullagan eng zo'r tarkib kelgan, tarixdagi eng zo'r tarkib kelgan tarkib edi. O'sha tarkibda yutganda va'dachimsa Barsani uyida edi o'sha o'yin. Torres oxirgi hal qiluvchi golni urib kelgan bo'lib. Yakka-makka ketib Barselona ham o'zining tarixidagi eng kuchli darvozabonlardan bittasi edi desam, Viktor Valdes edi o'sha paytda. Eng kuchli edi menimcha o'sha paytda. Tarixda, Barsa tarixida bilmadim qancha darvoza o'tgan, lekin o'sha 21-asrdagi eng kuchli darvozabon bo'lsa kerak.
Bilaman. Kristal umuman bermadi desa adashmaymiz. 100% aniq bermadi desa. Kristal. Ya'ni menga bir bosib ko'rilishi nima deydi ekan? Gapirarmikan, comeback berarmikan? Bitta 75 bilan comeback bo'ladi lekin bitta 75 bilan. Hammasi zo'r bo'ladi. Go'zal bo'lib ketadi. Olam nurga to'lar edi. Berganingda bo'lmasa mana bu jonivor bo'lsa edi-chi. Bu ham bermasa scratch kart. Scratch kart deb bilaymiz bu narsa qilib. Chiqqan bek. 33. Mana surdik. Assalomu alaykum, sizlar bilan oltinchi kanalda ketdik. 7900 ming 70 so'mdan biz hozir comeback qilamiz. Scratch kartdan. 30 sent bo'lgandami comeback bo'lardi. Onasini emsa. Inasini emdirib olardi ya. Yaxshi. Nega to'liq chiqmagan bizga biron marta? Sondiq to'liq sondiq. Chiqma ko'rganman, lekin o'tganlar bo'lgan, lekin bizga hali unaqasi chiqqani yo'q. 3-4 million o'ynaymiz biz scratch kartda. Langar to'lig'i chiqqan. 2-3 marta o'shadi unaqa holatda. Bilaylik asentlar qayerlar bittadan kama. Ketma-ket bittadan kam onasini emsa. Katta kassent bermayapsan scratch kart bilan. Katta kassent tush. Katta kassent kattasi bo'ladi-yu. Abdullajonga aytaylikmi? Katta kassent desa bersammi, jigar. Keyin tezroq. Bilaman. Mulai 40 sent o'yanda. Bitta katta kassent shunchalik qiyinmi scratch kartga? Bitta katta kassent so'radi, xolos, boshqa narsa so'ramayapmiz. Bo'ldi o'sha. Tushsa bo'ldi hisob. Bitta katta kassent. Va 50 yana bir marta bilan.
30 tushdi, 30 tushdi. Lekin comeback emas, qayerda shundan ham biri. Bo'ldi, comeback bor. Bo'ldi. Comeback voy 10 bo'lmaysan qo'shimcha. Bo'ldi comeback bu. Abi yana bir tushirdik. Xullas-chi, menga dil ketdi. Ketdi bo'ldi, dil ketdi. 1 million so'mdan hozir bosamiz, 30 marta bosamiz ekan. Aralashtirib bosaylik. Da bo'lishga boshlaymiz bo'lsa. Yana bo'lishi. Rahmat. 88, 87, 70. Yana bitta bo'lishiga. Ay. Chiqdi yaxshi. Endi bitta menjiga. Bitta bo'lishiga. Aniq endi 10 marta. 1 2 3 4 6 Stop şöyle oldu. Hozir foydada chiqyapti, lekin minusda o'zi общий hozir birinchi video, ikkinchi, uchinchi videoda undan ham kattaroq summa qiladiku. Bilan 55 54 chiqdi, endi 30 ga 34 chiqyapti. Bitta raqam farqi bilan Kisprush o'ynayaptimi, beraman deyaptimi bilmadim. Mayli. Ertaga biz undan ham ko'proq yutamiz, bo'lmasa hozircha chiqdik. Omad.